Assalomu alaykum mexanizatsiya kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Raspberry Pi qurilmasiga Kali operatsion sistemasini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz kali.org veb-saytiga kirib olamiz. Bu yerdan Downloads bo'limiga o'tib, ARM qurilmalarini tanlaymiz. Bu yerdan qaysi ARM qurilmasi uchun o'rnatishimiz kerak, shuni tanlab olamiz. Menda Raspberry Pi 5. Shuning uchun shunisini yuklab olaman. Men avval yuklab olganman. Shu sababdan biz keyingi qismga o'tamiz. Bu yerda biz Raspberry Pi Imager dasturini ochib olamiz va bizdan administrator nomi ostida ochish uchun ruxsat so'raydi. Ruxsatni beramiz. Endi bu yerdan qaysi Raspberry Pi qurilmasi uchun o'rnatishimiz kerak. Boya aytganimdek, Raspberry Pi 5. Endi bu yerdan xo'sh, qaysi operatsion sistemani o'rnatmoqchimiz? Bu yerda bizda internetga ulangan bo'lsa, bu yerdagi bo'limlar ishlaydi. Lekin biz ikkinchi qismini ham aytib o'tsak, bu yerdan shu bo'limidan Kali operatsion sistemasini internet orqali to'g'ridan to'g'ri qurilmamizga o'rnatishimiz mumkin. Biz atay yuklab oldik, shu sababdan Use Custom tugmasini bosamiz. Endi bu yerdan Downloads papkasining ichida Kali ARM 2024 turibdi. Biz shuni tanlaymiz. Hozir yuklab olgan faylimiz shu bo'ladi. Endi bu yerdan Open tugmasini bosamiz. Endi 3-bo'limdan biz qaysi xotira qurilmasiga Kali operatsion sistemasini o'rnatishimiz kerak, shuni tanlaymiz. Endi bu yerda bizda bitta ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan joyi, bizda SD kart bo'lishi kerak. Agar USB qurilma bo'ladigan bo'lsa, bizda xatoliklar kelib chiqadi. Endi bu yerdan o'sha xotira qurilmamizni tanlab olamiz. Keyin Delete tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda Would you like apply OS custom setting, ya'ni operatsion sistemani qo'shimcha sozlamalarni o'rnatmoqchimiz, o'zgartirmoqchimisiz? Bizga bu shart emas, shu sababdan rad etamiz. Endi bu yerdan bizning xotira qurilmamizga ichidagi narsalarni o'chirib format bermoqchi. Biz bu yerga ruxsat berishimiz kerak, lekin sizlar ruxsat bersanglar o'rnatib ketadi. Menda hozir o'rnatilgan. Shu sababdan vaqt olmagan holda keyingi qismga o'tamiz. Mana biz kerakli qurilmalarni taxlab oldik. Endi bu yerda o'ng tomondan eng birinchi videomizdagi monitor va uni to'plamada chiqqan kabellari va переходник. Chap tomonda bizda Raspberry Pi va bu ikkinchi videomizdagi qurilmalar. Endi biz birinchi bo'lib Raspberry Pi terib olamiz. Bu yerda o'zi komplektida chiqqan kulleri ham bor. Buni bu yerga joylashtiramiz. Bu yerda o'zi teshiklari bor kuller uchun. Mana o'sha joylarga joylashtiramiz. Bu tomonda ham bor. Bu endi bu shtekrini bu yerga suqib olishimiz kerak. O'zi kuller uchun shtekri joyi bor. Endi buni bu qutisiga solib olamiz. Ustidan bunisini yopamiz. Endi buni ustidan bu qopqog'ini yopib olamiz. Endi monitorni Raspberry Pi'ga ulab olamiz. Bu yerda monitorimizni nimaga ikkita USB yo'q? Bir tomondan ikkita USB va bir tomon Type-C. Buni sababi bizni monitorimiz sensorli bo'lgani uchun bu yerda bizdagi bitta USB monitorimizni quvvati uchun javob beradi, ikkinchi USB sensordan kelayotgan ma'lumotni Raspberry Pi'ga o'tkazib berib turadi. Endi
monitorimiz HDMI uchun kabelni ham ulab olamiz. Bizda Raspberry Pi'da micro HDMI bo'lganligi uchun biz buni bu komplektida, monitor komplektida chiqqan micro HDMI переходнигini ulab olamiz uchiga. Endi buni Raspberry Pi'ga suqib olamiz. Endi bu ham Raspberry Pi'da o'zida komplektida chiqqan blok pitaniyasi. Bu Amerika standartlaridan chiqqanligi uchun bizga переходник kerak bo'ladi. Endi buni uchiga переходник suqib olib, buni o'zimiz rozetkalarga suqamiz. Endi bu tomoni Type-C orqali quvvat beriladi. Endi bu yog'ini quvvatga rozetkaga ulaymiz. Mana Raspberry Pi'miz yondi. Endi boya kali o'rnatib olgan fleshkamizni Raspberry Pi'ga suqishimiz kerak. Mana bizda Kali operatsion sistemasi yondi. Endi bunda birinchi o'rnatganimizda o'zining standart paroli Kali bo'ladi. Biz buning uchun endi bu mini klaviaturamiz orqali parolni yozib olamiz. Kali va parol ham Kali. Okey. Mana bu yerda ko'rsak, Kali operatsion sistemasi yondi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'ling.